Demak, masala yechimi quyidagicha. S1 yuzamiz 36 ga teng ekan, tomonlarini 6 dan deymiz. S2 yuzamiz 81 ga teng, tomonlarini 9 dan belgilaymiz. Endi bizga bo'yalgan sohaning yuzasi mana bu A bo'lsa, bunisi H balandlik bo'ladigan bo'lsa, S teng AH taqsim 2 kerak. Xo'p, bu yerda e'tibor berib turgan bo'lsak, BNC uchburchagimiz SYH uchburchakka o'xshash. Bu yerda S burchakni mana bizga kerakli bo'lgan katta uchburchakdagi tomonni burchagini alfa deb belgilasak, bu yoqni ham alfa belgilaymiz. Shunda yuqoridagi n burchagimiz beta bo'ladigan bo'lsa, mana bu h burchak ham beta bo'ladi. Tabiiyki bu yer 90 gradus, bu yoq 90 gradus. Ikkala uchburchak o'xshashligi ko'rinib turibdi. Bu yerda o'xshashlik xossasiga ko'ra katta uchburchakdagi 90 gradus va betaning orasi 9 ni, kichik uchburchakdagi beta va 90 gradus orasidagi h ga nisbati teng bo'ladi. Katta uchburchakdagi 90 va alfaning orasidagi A tomonni kichik uchburchakdagi alfa va 90 ning orasidagi 6 ga nisbatiga. Bunda proporsiya ko'paytma qiladigan bo'lsak, 54 teng bo'ladi AH ga. AH ni 54 ga tengligini formaga olib borib qo'yamiz. 54 taqsim 2, o'zim mana shu 2 bo'lish kerak. 54 taqsim 2 27 ga teng. Bizda bo'yalgan sohaning yuzasi 27 ga kelib chiqadi.